esa asabim buziladi agar menga kimdir qarab turib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deydigan bo'lsa, dalboya menda hech qanaqa omad degan narsa yo'q, bilgiraman. Bu yerda sabr, mehnat, birovlarni fikriga qo'yish va любой mana sharoitga ko'nib ketadigan любой komfort zonadan chiqib ketadigan mana duxma bor, yurak bor yibat. Bu qaysidir dalboya erkak kishini omad bilan o'ynashma deb qo'ysa, hammasi shu gulli ko'rpasini ustiga olib erkak kishini omadi bilan o'ynashma deb nihoya harakatni meni kutadi qachonjalabda oltin qush kelib boshga chiqib ketishini. Yibat Domesa turib harakat qilmasin. Va u Instagram, TikTokdagi dalboyoblarni kuzatib, o'shalardan inspiration, vdохновление olib harakat qil, o'qidish. Meni mana boshidan kuzatganlar biladi qanaqa yo'llarni bosib o'tganim, xatlarda uxlab yurganim, kimlar meni tashlab ketgani. Nechtasi O'zbekistonga qaytib ketdi. Chidolmadi, sabr qila olmadi. Birovlarning fikriga qo'ygan holatda darsi takansa bosish kerak. Unaqa qilib o'tirib olib, erkak kishini omadi bilan o'ynashma.